O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning eng yaxshi nevara shogirdlaridan deb bilishadi. O'sha uydagi muhit bizani o'sha ustozga qiziqishni ta'minlab bergan. Intervyu kelganimizdan qarang, qo'lim sovuq. Poytaxtda ko'pincha pul rol o'ynaydi. Tamom. Pul berasiz, ijodingizni qilasiz. Studiyalar ham, televideniyalar ham, hammasi pullik. Xudo omad bermasa foydasi yo'q. Poytaxtda ijod qilmang, Amerikada ijod qilsa ham. Assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Duomizni sog'ligingiz yaxshimi? Bobomurod Hamdamovga qanaqa shogirdlikka tushgansiz? Bobomurod Hamdamovga o'sha san'atga kirgan chog'imdanoq qiziqish bo'lgan. Musohon Nurmatov ustoz oldiga borganman men. Ustoz oxiratlari obod bo'lsin. To'ylarda ham mana Navro'zlarda kurash tushganman. Yoshlik paytlarida. Zo'r olardim kurash. Muxlis bevafo. Menga muxlisning fikri qiziq emas. Mezbon TV. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush keldinglar. Biz aka Fayzli xonadoningizga yana bir bor mehmon bo'lish nasib qilgandan juda ham xursandmiz. Rahmat. Ha, Moskva shaharlarga konsertga borib kelibsiz yaqin. Qalay bo'lishini taassurotlari Zo'r bo'ldi, juda zo'r, juda ajoyib. Xudoga shukr. 2 kun konsertimiz bor edi. Yana bir kun qo'shildi. Qo'shni davlatlarimizdan O'zbekiston, aksariyat O'zbekistonliklar. O'zbekiston, Qozog'iston, O'zbekiston. Shunday. Hech qachon narsa tashkil qilib turilgani yaxshi xabar bor. Xalqimiz bilishadi, siz O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning eng yaxshi shogirdlaridan birisiz. Nevara shogird. Nevara shogirdlaridan birisiz. Keling suhbatimizni shu ustozlardan boshlasak edi. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Va Bobomurod Hamdamovga qanaqa qilib shogirdlikka tushgan, shu haqida qisqacha aytib bering. Meni birinchi ustozim Umurzoq Quvvatov, Shuhrat medal sohibi. Shuni oldidan 2000-yildan beri yurganman. 2000-yil. 2000-yildan to 2009gacha shogird tushib yurganman ham tog'am. Otam rahmatlik Bobomurod Hamdamovning eng fanatikasi bo'lgan. To'g'rimi? Albatta, ustozdek inson bir keldida. Unaqa samimiy odam, unaqa sodda odam. Judalar qiziqadi. Hattoki shu ashulalarni va to'ylarda ham aytaman, Sayadin degan o'sha turkmancha ashulalarni ham dadam rahmatli xirgoya qilib yurganlar. Shu sababdan Umurzoq tog'amga o'sha talabalik kezlari ashula san'atga qiziqib, o'sha payt mana muzikalni uchilishi bo'lgan, san'at kolleji. Qarshidagi muzikalni uchilishiga kirgandan keyin otam rahmatli shu Umurzoq tog'amga qiziqib, "Sani san'ating bor Umurzoq, sen chiqishing kerak bizani qishlog'imizdan. Sen zo'r san'atkor bo'lasan" deb o'qishda o'qib yurgan paytlari otam rahmatli ko'p poddeshka qilgan tog'amni. Demak, tog'angiz sabab sahnaga kirib kelgansiz. Shunday. Demak, sizni san'atga qiziqishingizni bilgan va o'shanga olib kirishga sababchi bo'lgan siz tog'angiz. Shunday. Sababchi bo'lgan ekanlar. Bobomurod Hamdamovga qanaqa shogirdlikka tushgansiz? Bobomurod Hamdamovga o'sha san'atga kirgan chog'imdanoq qiziqish bo'lgan. Plastikalarni eshitib, zapslarni eshitib. Gap bor-ku. Dadam rahmatlik juda qiziqqanlar, muxlisi bo'lganlar. 2000-yil bo'lsa, men 2-sinf paytim. Yo'llariga borib, kelib, to'y yonida konsertlarga, katta sahnalarga olib chiqqan. Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomli drama teatriga konsertlarda ustozim tog'am bilan birgalikda ashula aytganmiz. 2004-yil Bobomurod Hamdamov bilan uchrashganman. Kosonga to'yga keladi u kishi. Marhum ustozimiz Bobomurod Hamdamov tog'am olib boradi. Ustoz jiyanim, shogirdim, bir eshitib ko'ring. Sizni nevara shogirdingiz. Eshitib ustozga ma'qul bo'ladi. Yaxshi ko'rib qoladi san'atimni. Ijro endi u payt detiska ovoz hali YouTube kanallarida ham tarqalib ketgan-ku, Ovozlar, ha, ko'rdik uni. Yoshgina. Ana shu To'yda bo'lganmi shu? To'yda.
shu payt ustoz qiziqib qolib, Umrzoq ko'p nagruzka bermasin, hali kelajagi bor. Jiyaningni asra, shogirdni asrab avaylagin. Kelajakda bir yaxshi san'atkor bo'ladi, men iymonim komil deb tog'amga maslahat berganlar. Ustozni o'zini Bomurod Hamdamov, Umrzoq Quvvatov ustozlarni ikkalasini ham duosini 2015-yil olganman. 2015-yil. Endi 2000-yildan 15-yilgacha hisoblang, necha yil shogird tushgan bo'laman? 15 yil bo'libdi. 15 yil bo'ladi. 15 yil. 2015-2016-yil duosini olganman ikkalasini ham. Keyin sekin o'zida ijodiga yangiliklar qilib 15 yil shogird tushib. 15 yil. Juda katta mehnat bu. 15 yil shogird tushib hozirgilar keladi. Sal yoningizda ko'rinib olsa bo'ldi, nomingizdan foydalanadi. U palonchini shogird. Uni baza bormi? Unda fundament bormi? Yo'q, u bilan ish yo'q. Ko'rinib olsa bo'ldi. Endi hozirgi san'atkorlar ko'pi e'tiborini to'yga qaratib qolgan menimcha, o'ylashimcha. To'y. Faqat ikkita uchta qo'shiq chiqarib, to'yga ko'rina olsam, to'y bilan xalqni e'tibori tushsam degan narsalar bo'ladi. Sizning san'atdagi yo'nalishingiz Xorazm yo'nalishi tortib ketadi-da. Voha bilan Xorazm yo'nalishi bir-biri bilan ancha farq qiladi. Nimaga aynan Xorazm yo'nalishida ijod qilasiz? Aytyapman, Bomurod Hamdamovni yoshligida. Ustozga qiziqqan. Demak, ustoz sabab. Umrzoq Quvvatov ham Bomurod Hamdamov ustozga shogirdlar. Uydagi muhit shunday bo'lgan. Demak, o'sha muhitga qarab, o'sha o'rganib, qiziqish kuchliligidan, demak, shu san'atga o'zi sizda ko'pchilik muxlislari sizni Vohadan emas, Xorazmdan deb o'ylashar. Xorazmdan deb o'ylashar ekan. O'sha siz bilan qilgan qisqa suhbatimizdan keyin ham muxlislar so'radida, Bezod Haqiyev Xorazmdanmi? O'zimga ham aytishgan. Hattoki vodiylik muxlislar Xorazmga borib, Xorazmda deb o'ylab borganlar. Telefon qilgan bizni bolalarga. Bezod Haqiyev anaqami, biz vodiydan keldik. Farg'onadanmi, qayerdanmiz degan. Keyin qayerdasiz desa, Xorazmdamiz degan. Bu yerda nima qilasiz? Bekzodjonni bir ko'rib, salom alaykum qilib, Bekzod Qashqadaryodan deganda keyin rost deb. Odamlar ko'p Xorazmdan deb biladi. Endi yo'nalish Xorazm. Yo'nalish Xorazmdan. Endi qalban Xorazmlikman deb oraman-da. Lekin o'zim voqalayman, lekin qalban Xorazmlikman juda yaxshi. Xo'p, san'atkor sirli bo'lish kerak degan jumlaga qanday qaraysiz? Конечно, sirli bo'lish kerak. Ne только san'atkor, har bir inson sirli bo'lish kerak. Hozir sirli bo'lmasangiz, mazangizni qochirishadi. Zamon shunaqa bo'ladi. Texnika zamoni, internet. Telefon chiqdi, balo chiqdi. Qochib yurgan bo'ldi xalqdan. Yoningizdagi voy jigarimsan deb yurgan ham shoni bo'lmaydi. Bugun retro qo'shiqlar bilan xalq nazariga tushish davri keldi deyish qanchalik to'g'ri? Endi yangilab olib chiqdim mana san'atkor do'stlarimiz. Yaxshi. Endi bu bir narsa bor. Bu omadga bog'liq. Omadga bog'liq. Bundan oldin ham bor edi bu san'atda. O'sha retro chiroyli. Endi buni qaysidir qo'shig'i ommaga, xalqqa manzur omadini berib yubordi. Qolganlari ham o'zi bitta shular tortsa bo'ldi. Qolganlari tortib ketaveradi sekin-sekin. Bu omad deydi buni. Har bir san'atkorga Xudoyim taolo o'zi beradi qachondir. Faqat uni sabr bilan kutib ijod qilish kerak. To'g'ri, baribir hamma narsani negizida mehnat va sabr yotadi. Ha, конечно. Endi bizani yo'limiz ulardan mustasno. Bizani yo'limiz mumtoz klassika yo'nalish. Bizani yo'nalishimiz, bizani eshitadigan odamlar unaqa ashulalarni kutmaydi bizdan. Biz bu yo'nalishdan chegaralangan holatda. Mashhurlik hayotingizga qanday ta'sir qildi? Yaxshi. Qayerga borsam tanishadi. Hurmat qilishadi. To'ylarga mana. To'ylarga ham. Hattoki bir choyxonalarga kirsak, qo'shimcha restoranning xodimi boshliqlaridan o'sha nimalar keladi, sovg'alar. Hattoki pulni olmay chiqazib yuborishadi.
Bozorlarga yursangiz yoki bir Bozorlarga ham, Benzinga, do'konlarga. bozorlarda ham shunday. Ko'p narsa sovg'a qilishadi, boshqa qilishadi. Rasmga tushadi. Bu yaxshi. Bu xavfli tarafi ham bor. Erkin yura olmaysiz. Demak, qiyin taraflari ham bor-da shunaqasi. Juda. Juda. Masalan, har xil vaziyatda yurasiz-da. San'atkor ko'pincha asabiy holatda yuradi. San'atkorni tushunish qiyin. San'atkorni tushunish juda qiyin. Yonidagilar juda ko'p asabiylashtiradi. Tushunmaydi. O'sha payt masalan jamoat joyida ham shu jahli chiqqan vaqti so'kib yuborasiz yoki Odamlar ko'z oldida noto'g'ri muomalab qolsa, noto'g'ri noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. yoki bilmay bir noto'g'ri gapirib yuborsangiz ham deydi birdan buni puli ko'payibdi. Unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi. Birdan negativ boshlanadi. O'zi negativlarga qanaqa qaraysiz? Negativ ijobiy to'g'ri bo'lsa. Ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi negativlar bor, hasaddan u. Unaqa odamning ichi kir bo'ladi. Bu yaxshi tarafingizni ko'rmaydi. Umrini oxirigacha sizni negativ qilib boshlaydi. Joni g'arg'araga kelib turgan bo'lsa ham siz ko'ziga yomon ko'rinadi. Bitta mayda narsa ushlab olib, o'shani aylantirib degandek. Men deydi, ana qilasan, sen deydi, unday qilasan. Yo'q, asli uni to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Negativda yaxshi tomonlari bor-da demak. Yaxshi, negativ bu tanqid deganda, negativ bu so'kish, anaqa emas u. Negativ u ichqaralik u. Shunaqa ichkirlar ko'payib ketdi hozir. Endi bir xilda mana tanqid to'g'ri. Tanqidni to'g'ri qabul qilaman, qachonki to'g'ri bo'lsa. Aytyapman, ba'zi bir endi yomon kelyapti. Atay qiladi. Unda g'ashingizga tegadi. Nafsoniyasiga tegish uchun. Atay napresiv gapirib yuboradi. Dilingizni og'ritish uchun, atay jahlingizni, qalbingizga ozor berish uchun. Bunaqalarga faqat kulib o'zini o'ziga qo'yib ketaman. O'zingni o'zing yeb tugat degandek. O'zing savolingga o'zing javob ber degan. O'zingni o'zing yeb tugat deyman. U ichi qora odam, ichi kir odam, unga u bilan bahslashmaslik kerak ham, unga gapirishmaslik kerak. U o'zini o'zi yeb tugatadi. O'sha yutug'ingizni o'zi yetadi. To'g'ri. Ko'p ham negativ bilan o'ralashib qolishdan odam o'ziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kuzatmayman internet saytini ayniqsa. Meni uyimda ham internet, telefon degan narsa bir menda bor. Hojonada bor. U ham undoqchini eski Nokia telefon. Ular qiziqmaydimi yo o'zi shu narsaga nima qilmaganmisiz? Yo'q, bersam qiziqadi kanejni. O'ziz demak shu narsani O'zim nazoratga shuni olib yaratganman. Ha, juda ham to'g'ri. Hatto Wi-Fi yo'q meni uyimda. O'zi qachon ko'chib kelgansiz bu? 2000-yil. 2000-yil. 2020-yil. 2020-yil ko'chib kelgansiz shu mahallaga. Bu xonadonni o'ziz qurgansiz yo o'zi tayyor sotib? Qarobga holatda. O'ziz remont qilib, nima qilib, o'zida sizga moslab. Ko'plab qo'shiqlaringiz xalq orasida juda ham mashhur. Aynan qaysi qo'shig'i sizga mashhurlik olib kelgan deb o'ylaysiz? Nega seni sevdim? Nega seni sevdim? Dil to'la dardu g'am, xayollardan bezdim. Bilmayman o'zim ham nega seni sevdim. Endi bu ijodimda burilish bo'lgan. Biz ham masalan Xorazm yo'nalishida Bomurod Hamdam ustozni yo'nalishida bo'lganmiz. Bizani masalan Bomurod Hamdam shogirdi deb bilishadi. Hozir ham. Bu maslahatni ustoz berganlar O'zbekiston xalq hofizi Soyibjon Niyoz. O'zingni yo'lingni top, o'zing mayli kichkina ovozda ayt, mayli kichkina ashula. Bo'lsa ham o'zingni ashulang, o'zingni birov eshitgan vaqtda Bekzod aytgan deb bilsin seni degan ustoz. Shundan keyin men marhum ustozimiz Musoha Nurmatov ustozni oldiga borganman men. Ustozni oxiratlari obod bo'lsin. Juda ajoyib inson edilar. Ustozdan shu ashulani olganman keyin olib aytganman. Bu yerdan
Ustozni o'zi fayzli inson edi. Ustozni o'zi fayzli, o'zi daryo odam edi. Musoxon aka bilan suhbatlashsangiz ketgingiz kelmasdi. Любой ishingiz bo'lsa ham qolib ketaversin edi. Turib ketgingiz kelmasdi Musoxon aka oldi. Shunaqa guruing berib, shunaqa ilmli odam edi. Bahona qilib boraverardim. Suhbatlarni olish uchun. Bahona qilib ustoz ishtamisiz qiziqtirardim. Guringga tutib ustozni qiziqtirardim. Ilmiy yondashardim ustozga. Endi Juda ilmli, olim odam edi u kishi. Ana shu Musoxon akani hissalar 100%. Bu daryo odam edi. Ko'p ashulalarni aytganman ustozni, yuragimni qaytib ber. Muhabbat sarson bo'ldi, ko'ngil narxi arzon bo'ldi, gul bahorlar xazon bo'ldi, yuragimni qaytib ber. Yana bir bor ko'rsaydim seni, kechira olmadim. U qo'shiqlari juda ham mashhurlikka ancha xalqda nima deydi, mehrini qozongan qo'shiqlar. Vatanim tinchingga ko'zlar tegmasin. Shu qo'shiqlar hammasini shu ustoz yozganlarmi? Musoxon aka o'zbek san'atida tub burilish qilgan odam. 90% san'atkor aytgan Qo'shiqlarni. qo'shiqlarni. Aytmaganlardan Bobomurod Hamdamov, Xudo rahmatli ustoz, Ortiq aka Otajonov, Sherali Jo'rayev bo'lishi. Sherali Jo'rayev bo'lishi mumkin. Qolgan manimcha Yulduz Usmonova, Nasib Abdullayeva Endi ular aytmagandim. Lekin qolgan mana yosh chiqib kelayotgandan o'sha taniqlisigacha aytgan. Endi u ustozni ashulasini eshitsangiz aytmaslikda ham iloji yo'q edi aka. Uni o'zida aytaman deb yillab harakat qilardik. Ustoznikidek chiqmayapti. Chiqmasdi ham. Chunki dard boshqada. Dard. Gulimni kechirdim tikanlarini, bag'rimni tirnagan armonlarini. Ustoz Musoxon aka endi daryo odam edi. Oxiratlar bo'lsin. Alloh oxiratini bergan bo'lsin iloyim. Qaysi o'zbek san'atkorlarning qo'shiqlarini sevib eshitasiz? Hammasini. Hammasini. Ashulachi tanlamayman. Qo'shiq eshitganda ko'proq musiqasiga e'tibor berasizmi yo yozilgan she'rlarga? She'riga e'tibor beraman. She'rlar. So'z zo'r bo'lish kerak. So'z zo'r bo'lsa musiqani o'zi keladi. Musiqani o'zi yaralib keladi. Siz o'zizdan musiqa boshlab nima qilasizmi? Mana ijodda. 90% ashulam o'zim. O'zizniki. San'atkor sifatida eng katta maqsadingiz nima? Yaxshi nom qoldirish. Hali qiladigan ishlarim ko'p deb o'ylaysiz san'at sohasida. Конечно. Nima qildi? Hech narsa qilganimiz yo'q. Mashhurlik borasida hali yana mehnatimiz bor deng. Mashhurlik kerak emas. Yoqimlilik bo'lish kerak. Xalqqa seviklik bo'lish kerak. Mashhur guv yonasiz o'chasiz. Mana retro qo'shiqchini aytyapsiz siz hozir, ha? Retro qo'shiq chiqquncha undan oldin kimlar mashhur edi? Qani o'shalar? To'g'ri. Bular ham ertaga shunday. Davr o'tgandan keyin. Ha? To'g'ri. Lekin e'tibor bering, mana Xorazm yo'nalishidagi o'ziga ishonchi bor san'atkorlarni qarang, qani o'lami? Yo'q, bu yillardan keyin ham, o'zidan keyin ham uni ijodi o'lmaydi. Ijod yashab boraveradi. Bular bu show biznes. Bular biznesga aylantirib yubordi san'atni. Pulni tikadi. Ashulaga mashhur bo'ldi, o'sha ashuladan pul qilib oladi keyin. Konsertlar, boshqasi, to'y marosimlarda. Keyin shu qo'shiq bilan yurib to'ylarga. Bulardan keyin ham yana kimdir chiqadi. Bulardan keyin ham pokoleniya almashuv bor. To'g'ri. Bu mashhurlik gap, mashhur bo'laman deb harakat qilmaslik kerak. Mashhurlikni Alloh taolo beraman desa bitta ashulada beradi. Yoqimli, sevimli bo'lish kerak xalqqa. Xalq ko'nglidan borish kerak. U biza masalan ulardek yo'nalish tuta olmaymiz. Chunki u vaqtinchalik narsa.
Bizaniki yillar davomida. To umrimizning oxirigacha. Doimiy Doimiy. abadiy yashaydigan san'at bo'lishi kerak, to'g'ri. Endi aytganingizdek bu narsani uzoq yashash uchun so'z muhimda. Men So'z aytyapman, u 2000-yildan 2015-yilgacha shogird. O'ylab ko'ring, 15 yil. bularni 15 yil. 90% ustozi yo'q. Mashhur bo'lgandan keyin bironta mashhur san'atkorni shu kishiga man deydi, mashhur ustoz deb bilaman deydi. Bu ham endi ustoz mashhur hozir obro'yi bor deydi. Ukamiz ustoz deb bilar ekan, shogirdimiz shu deydi. Bo'ldi. Borib undan dars ham olmagan, undan o'rganmagan ham hech narsa. Ustoz yo'q. Ustozdan birinchi sahna madaniyatini, birinchi xalq bilan ishlashni o'rganish kerak. Baribir ustoz ko'rish kerak edi bu Конечно, ko'rish kerak. San'atkor bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lishingiz mumkin? Xudo nimadan rizq qilgan bo'lsa o'sha. O'zi qiziqib, yoshlikdan qiziqib. Kurashga qiziqqanman. 2012-yilgacha kurash tushganman. Men ham san'atda to'ylarga chiqardim, ham kurash ham tushardim. Kurashga juda qiziqaman hozir ham. 46 ves bilan O'zbekiston Respublikasida men o'zimni vesim bo'yicha Alpomish avlodlari degan anaqada birinchi o'rin olganman. Respublika miqyosida. Respublikada. To'ylarda ham mana Navro'zlarda kurash tushganman. Yoshlik paytlarida. Zo'r olardim kurashni. Hozir hamki olaman, faqat ozgina semirganman. Shug'ullanib turasizmi ba'zi bir nimaga? Yo'q, endi shug'ullanyapman. Butkul anav qildim. 12-yildan keyin shu ijodga bor kuchimni ijodga berganman-da. Nimadan ko'proq ilhom olasiz? Kitob o'qishmi, misol uchun sayohatmi? Kimdirlar sayohat qilib qanaqadir yangi Sayohat. Sayohat. Sayohat yoqimli juda. Men sayohatlarga ko'p chiqmasdim, shu ayniqsa bir 2-3 yillikda ko'p sayohat qilyapman. Qaysi davlatlarga ko'proq borasiz? Sayohat. Dubayga borganman. Endi ba'zi birlar tabiat uchun boradi. Musulmon davlatlarga boraman. Endi mana hozir yaqinda Rossiyaga borib keldik. Rossiyaga oldindan borganman. Rossiyaning 4-5 ta shahariga borib aylanib keldik. Haqiqatdan zo'r joylar. Bilishimcha texnikaga qiziqmayman deganingiz, shu suhbatimizda ham birinchi mingan mashinangiz qanaqa bo'lgan o'zi? Nexia bo'lgan. Birinchi. Nexia 1. Umrzoq tog'amning mashinasini olganman. 46-66 bo'lardi nomeri. Juda fayzli, barakatli mashina edi. Baqlajon svet. Keyin turist o't qo'yganman o'zim. Birinchi mingan mashinim Nexia 1 edi. Nexia 1. 2012-yil olganman, uylanishimdan oldin. Yomon ko'rgan odatlaringiz? Yolg'on. 200lamachilik. Ko'p urishaman-da oldimdagilar. Soxtaligini bilib turaman. Lekin yuziga ayta olmayman, sen shu soxtalik qilyapsan deb dilog'ir, lekin urishaman. Soxtaligini bilaman-da, yonimga qo'ygim kelmaydi. Ko'psi soxta. Atay bildirib turadi. Ichi boshqa, dili boshqa, tili boshqa. Soxtalik. Endi kelishaylik, his qilib. 200lamachilik. U yomon odat 200lamachilik. 200lamachilik, g'irrom. Mana oldimda boshqada, erga ketgandan keyin u yerga borib boshqa ma'lumot, boshqacha. Izimda har xil gap. To'g'ri. Endi men xursand bo'laman undan, sababi birinchidan gunohimni oladi. Ikkinchidan menga zarar yo'q, uning menga foydasi bor, unga zarar. Lekin o'shani 200lamachiligini bilib o'tiraman. Baribir kelaveradi. Indamay qo'yaman. Allohning izniga qo'yaman. To'g'ri. O'zing asra meni, o'zing kifoya qil bularga deyman. Siz uchun muvaffaqiyat nima o'zi? Oldinga qo'ygan rejalaringizda amalga oshgani muvaffaqiyat. Izingizda ko'p g'iybat bo'lyaptimi, bilingki siz oldindasiz. Hamma sizni yomon ko'rib va oldiga borsangiz ham faqat siz to'g'ringizga o'zingizga negativ bildiraveradimi? Men ulardan oldindasiz. To'ylarga xizmatga borsangiz qanaqa holatlar sizni g'ashingizga tegadi? Ichib olgan odamlar. Sizga deyman qo'shiq aytishga ham xalaqit qilib. Конечно. Men endi jonli ijro aytaman. Soat aytaman masalan 3 soat yoki 3 soat. O jonli ijro charchatmaydimi odamni agar Pishiradi.
Shular aytib charchamayman. Meni ana shu mastlar, har xil mana ichi qoralar, ichi kirlar dedim-ku boya. Ana shular charchatadi. Ham asabiylashtiradi, ham Shu asabiylashgandan keyin charchaydi odam. tanqid va muxlislar fikriga qanday qaraysiz? Ijobiy bo'lsa, to'g'ri bo'lsa. Tanqid yaxshi o'stiradi odamni. To'g'ri bo'lsa, foydasi bo'lsa, u hasaddan, g'irromlikdan aytayotgan bo'lsa, uni foydasi yo'q. U sizga ruhiy bosib qilish uchun gapiradi. Uni foydasi yo'q. Tanqidni kim? Tanqidni sizga otangiz qilsa, onangiz qilsa, u tanqid. Tushunyapsizmi? Yoningizdagi hozir do'stni o'zi yo'q. Men do'stim bor deb ayta olmayman. Ulfatlarim ko'p. Oshna og'aynim ko'p. Lekin men uchun chin yurakdan jon kuydirib meniga jon sidqidildan ana kuyinadigan odam yo'q. Onam. Onamni tanqidini men ijobiy qabul qilaman. Boshqani tanqidi menga kerak emas. U tanqid emas u. Ilmli, taqvoli, o'zini bilgan, dini, diyonatli odam bo'lsa, u tanqid qilsa to'g'ri uniki. Tanqiddan o'ziga qanaqadir kamchiliklar yoki bir yo'nalish. Qaniylar bittada to'g'rilayman. Muxlislar tomonidan bo'lsa-chi, misol qanaqadir qo'shiqda yoki Men boya aytdim-ku, o'sha retrogacha undan oldinda kimlar bor edi deyapman. hozirgi O'sha muxlislar o'shalarga muxlislik qilgan oldin. Endi hozir retroga muxlislik qilyapti. Indini yana bittasi chiqsa, unga ham muxlislik qiladi. qaysidir san'atkorning intervyusiga ham xuddi siz aytgan taklif narsalarni aytib ketishganda muxlis Xalq muxlis deganingiz mana hozir siz zo'r ijod qilyapsiz-a? Zo'r ijod qilyapsiz. Masalan, ashulalar sizga balet qiladi. Ertaga yana bittasi chiqib kelsa, unga balet qiladi. O'sha muxlis deganingiz shundayki, hattoki mana o'zingizning shogirdlaringiz bo'ladi, yoki o'zingizning og'ayningiz, san'atkor do'stingiz. O'sha bilan bir davrada tushib qoling, muxlisning qanaqaligini ko'rasiz. To'g'ri. Shuning uchun ham muxlisning gapiga tanqid qilish uchun odamda ilm bo'lishi kerak. Ilmli bo'lish kerak. Asos bo'lishi kerak. Sizdan ilmi zo'r bo'lishi kerak uni. Sizni xatoyingizni bilish uchun. To'g'ri. Ana u tanqid. Ko'chadagi to'g'ri kelgan odamni siz unday qilasiz, bunday qilasiz. Xo'p aka deyiladi, bo'ldi. Uni tanqid shunchaki gap sifatida qaratish kerak edi. Tanqidga hisobga o'tmaydi. Baribir tanqid degani aytganingizdek bilim bo'lishi kerak. Qanaqadir sizga foydali tarafga bo'ladigan bo'lsa, Qaniymi? siz uchun manfaat. Asos bo'lishi kerak. Shunday. Ilmiy yondashish kerak. Odamni masalan, "Va sen unday qilasan." Tanqid emas u. Hasad. Hasad kerak. Ilmsizlik. Ko'pchilik o'zini aqlli tutib gapiraveradi. Xo'p deb boyaga paddeshka qilasiz. "O aka, to'g'ri aytyapsiz, bu gapni menga hamma ham aytavermaydi, lekin juda to'g'ri gapirdingiz-da aka" deb o'zini o'ziga qo'yib, o'zi bilan o'zini yopishda. Vaziyatdan chiqish Ha, kerak. boshqa iloji yo'q. Hamma narsani ko'ngliga olaversa, odam o'ziga baribir. Foydasi yo'q. To'g'ri. Kasal bo'lasiz. San'atga endi kirib kelayotgan yosh avlod uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Ijod yo'q. Persep ko'payib ketdi. Ijod yo'q. Jonli ijrodan ko'ra fonogramma hozir yoshlar shu narsa ko'p tizimga o'tib olganda, to'ylarga ham Fonogramma qilsa ham mayli. Ijod qilsin. Ijod yo'q. Mayli fonogramma. O'sha retrochilardek aytaveradi fonogrammas. Mashhur deyapsiz-ku, o'shanday bo'lib chiqaveradi. Lekin ijod yo'q. O'zimizda imini ijod yo'q Qashqadaryoda. Yoshlar orasida. Umuman yangilik yo'q. bir xillikka o'rnashib qolgan deysiz. Kutib o'tiradi. Qachon qaysi san'atkor bir yangi ashula aytsa, o'shani qaysi birinchi olib aytib chiqsa, o'sha ijod qilgani bo'ladi. Birovda ashlasi bo'ladimi? To'g'ri. Endi mana ba'zi bir viloyatlik san'atkorlar bilan suhbatlashib qolganda shunaqa narsa deydiki, mana o'zim bilan ko'p suhbat qilganimga shu narsa amin bo'lganman. Poytaxtga borib ijod qilsam, men o'sha nima deydi,
xalqni nazarda tutib tushaydim. O'sha nima deydi? Bekorga. Yo'q Shunaqa bo'lib narsa. ketadi poytaxtda. Poytaxtda yo'q bo'lib ketadi. Xudo omad bermasa, Amerikaga borib ijod qilsang foydasi yo'q. Hammasi mehnat baribir asosi. Mehnatga Xudo omad berish kerak. Omadga bog'liq ko'p narsa. Va bizlar bir Qashqadaryoning cho'lidan chiqib kelgan bo'lamiz. Dalada qo'y boqib yurgan bo'lamiz. Xudo omad bermasa foydasi yo'q. Poytaxtda ijod qilmang, Amerikada ijod qilsa ham. Xudo omad bersa, ijod qilsa, cho'lda o'tirsin, cho'lda turib, shu tor bilan bir dona shu qo'shiq aytsin. O'sha bilan mashhur bo'lib Xalq ko'tarildi. o'zi olib keladi. U qayerdan u kimdir. To'g'ri. Hozir texnika zamoni bo'lsa. Internet asr rivojlangan davrda yashasak. Yaxshi ijodini ko'rsatib bersa, xalq o'zi ko'taradi uni. Poytaxt deganingiz poytaxtga oshiqmaslik kerak. Poytaxt katta qozon. Bu yerda juda zo'r bo'lish kerak har taraflama. Poytaxtda ko'pincha pul rol o'ynaydi. Tamom. Pul berasiz, ijodingizni qilasiz. Studiyalar ham, televideniyalar ham, hammasi pullik. O'sha mashhurlar ham viloyatdan, vohadan, vodiydan chiqib kelganlar. Hammasi. Endi o'ziga ijod qilib Toshkentga borib poytaxtga ko'zga ko'ringan bo'lish. O'zi rejada bormi? Qachon mo'ljal reja Donasi bor. Bu kun ola olmadim men. Hozir 4-5-iyunga bor deyishyapti. joy. Shu payt yoz kelib qoladi. Ayni ishni qizg'in vaqti bo'ladi. Konsertni ko'rish, qo'yish o'zi vaqti qaysi fasl? Mart, aprel, maygacha. Mart, aprel, may. 3 oy. Yaxshi vaqt. Fevral, mart, aprel, may. 4 oy. Konsert sezon. Nega qolgan paytlar qilsa nima tortib Bo'ladi, yomon bo'lmaydi. O'sha boshqa ishlaringiz borda, konsertga bir kun, 2 kun vaqt ketmaydi. 3 oy, 4 oy, 5 oy harakat qilasiz. Men hozir kecha keldim. Bugun tongda kirib keldim. Gastroldan kelgan bo'lsam, men ertadan keyin ketaman Toshkentga. Toshkentga. 25 ta yangi shular qilyapman. Konsert tayyorgarligimi endi bu? Konsertga tayyorgarlik ham. Ham muxlislarga yangi qo'shiq berish kerak, yangi ijod berish kerak. O'zi ijod deganda siz uchun eng qimmatga tushgan klip qaysi klipingiz? Mana misol ko'p xarajat ketgan. Nega sevdim? Nega sevdim? Kechira olmadim yaqindagi. Mana shu kechira olmadimni juda ham yaxshi chiqqan. Oxirgi bir yaqinda ham klip chiqardingiz, u juda ham xalq o'rtasiga yaxshi ovoza bo'ldi bu ham. O'sha Instagramga qo'yganimizda ham o'sha kommentariyalarni ko'rib chiqdim. Xalqni iliq kutib olgan, juda ham yaxshi kutib olgan. Muxlislarga bironta jonli ijro qilib berish qanday bo'ladi? Muxlislarga bajondir. Nigorim gul uzoringni ko'rolmay muttalo bo'ldim. Sharobu lalidan ichdim, sanamga oshna bo'ldim. Tarahum qil ayoq dilbar, qo'lingga ko'p jafo qilma. Tarahum qil ayoq dilbar, qo'lingga ko'p jafo qilma. O'zingga oshno qildim, g'aribu benavo bo'ldim. Rahmat. Ben shamollab keldim Rossiyada. O'zi ketguncha shamollavdim, bu yerda вообще ham shamolladim. Sovuq ekan Rossiya. Yomon shamolladim. Bizda Bunga kamchiliklar uchun muxlislardan uzr so'raymiz. Bizga juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Muxlislaringizga va o'sha Mezbon TV kanaliga qanaqa tilaklaringiz bor? Muxlislarimga faqat omad tilayman. Har bittalariga Xudo omad bersin. Iqbolini baland qilsin. Vatanimizdagi yigitlar jasur bo'lsin, qo'rqmas bo'lsin. Oldi qaytmasin. Barcha vatandoshlarimga, ukalarimizga, akalarimizga, do'stlarimga omad tilayman.
Beyzit aka, sizga yana bir bor katta rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun, samimiy suhbatlar uchun. Ijodiga doimiy rivoj tilaymiz. Har doim jonli ijro qilib, xalq nazaridan tushmay ekan. Do'stlar, bugungi intervyu sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiring va albatta Mezbon TV YouTube kanaliga hamda Jasurbek Gupronov Instagram kanallariga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki qiziqarli intervyular hali oldinda. Ko'rishguncha. Mezbon TV